Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sen canlar sağ olsun. Nima xola, Xon taksidan foydalanib chaqirgan ekansiz mashina, xizmatdan foydalangan ekansiz. Endi shu sizga sovg'amiz bor. Siz 100-chi mijoz bo'libsiz opa. Ha, yashang. Buni tabriklaymiz. Mana shu yerda sovg'alarimiz nomerlangan. Mana shu yerda bitta nomerni topsangiz, qaysi nomer chiqsa o'sha sovg'a sizniki. Endi bu omad. Omad? Omadingiz qaysi sovg'a chiqishi? 4-chi raqamni tanlashda. Yashang. Va 4-chi raqam. Opa, bu sizda yaxshi kunlarga ishlating. Yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Eline candan sağ olsun. İşlerine rivaj versin. Mehnetler rahat olsun. Yüzler yoruk olsun. Yürüyen yollar açık olsun. Biz ahvalımıza ten candan sağ ol. Dümürler yürüyorlar. Abarım hep yürüyorlar. Allah'ım. Opa, hamisha xizmatimizdan foydalaning. Yana ko'proq sizga sovg'a beraveraylik. Oldingi safar adashmasam, o'g'lingiz chiqishgan edi. Bu safar yana siz to'g'ri kelibsizlar. Nima? Bu nima keldi dedim, men chiqay dedim. Boshda ya. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bizni taksimiz hamisha foydalaning. Xizmatimizdan yana sovg'alar ko'proq yuboring. Yashang. Siz ham 1441 Xon taksini chaqiring, xizmatimizdan foydalaning, 100-chi mijozimizga aylaning, siz ham sovg'a oling.